Bizga bolaligimizdan buyon yolg'on ma'lumot berilgan. Tanangdagi bakteriyalar soni hujayralar sonidan 10 barobarga ko'p deb va bu yolg'on 50 yildan beri takrorlanib kelgan. Lekin 2016-yilda olimlar buni qayta hisoblab ko'rishganda, to'g'ri hisob tanada 30 trillion inson hujayrasi, 38 trillion bakteriya bor. Demak, nisbat 10 ga 1 emas, deyarli teng. Bu bakteriyalar, ya'ni 38 trillion bakteriya bor yo'g'i tanamizda 200 gram og'irligi bor. Lekin bu bakteriyalarsiz biz yashay olmaymiz, chunki ular immunitetimizni oshiradi, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, hattoki miyaga signal beradi. Endi o'ylab ko'ring, har doim ovqatlanayotganingizda bitta o'zingiz ovqatlanmaysiz. Mana shu 38 trillion bakteriyani ham ovqatlantirayotgan bo'lasiz. Ilm-fan har doim darslikda yozilgandek bo'lmasligi mumkin. Shunday ekan, qiziqarli faktlar uchun albatta obuna bo'lishni unutmang.